Elhamdülillah, bugün 5. 6. fevral. Burada bunu tartib ketgan edik bir tuğanımızı. Burada kalasa oşol Jalavatdagi Chastniy umma klinikasına жаткызып olib turamiz. Hozir vrachlar bilan suylashdik, baylanishdik. Hozir skoriy oşol tez yordam mashinasi kelsa, xudo xolasa oşol salib olib boramiz. Alloh taolo kuchli kelsa 3-4 ay içinde, mümkün 5-6 ay içinde, mümkün 1 ay içinde buna kalırsa farklı bir buna kalırsa. Hurmatli cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala her bir insanda din soluğundan yaratgan. Albatta özümüz yaşoda bir qaysi sebeplerge göre Allah Teala'nın sınavına düşer olup kalırız. Yeme Allah Teala'nın Rabbim bilen oşol belirgen sınavlarga жақсы, çıraylı bir sürekli sabırlı bola turgan bolsak, Allah subhanahu wa ta'ala ana artidan köp bizge acil soğuklarını gerek inşallah. Azıcık biz bu videodan alıp koyganımız baylanıştık. Sebebi oşol özümüzge bir açık katarı saktalmadı. Gerek bolsa oşol videolardan keyin koyuladi, gruplara taşlarız. Gerek emas bolsa bularni koyuyoruz inşallah. Ana bu dua qilib bersangiz, amin. Amin. Vallahi rahmetli görsün, Rabbim sağlıklı olsun, bana şefalarını bilen birlikte bu sefer oylasınlar. Vallahi rahmetli görsün ilahım. Vallahi ya eski kuşlu, fariye ballardan olsun, vatanasıge mehriban olsun, hacılardan olsun ilahım. Halkımızga hizmet kılarken, İslam'a hizmet kılarken, farzand zürriyatlardan olsun, hakkımızga farzandlarımız. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Rahmetke erhamer rahim. Allah'ım razı olsun sizden. Allah razı olsun, rahmetli. Rahmetli. Aleykümselam. Skoriy pomosh bilan olib ketib o'tamiz. Ahvol og'ir. Alloh taolo shifo bersin. Xudo xolasa. Koyuyoruz bu. Ya siz oldu? Ha, lan içine düştü da. İçine olup kaldı. Ha, sıkılmış gerek ha. Bayılırsa yap git yaparız inşallah. Dua tutuyorlar, dua alasa. Arasına ki inşallah. Büt kusap karab durur. İnşallah. Allah Teala şifa verip dua alasa. Bu arılarga şükür. Halkımız bana kusap kışlağı yardım verir inşallah. Arasına şükür. Öz yaxşı mısınız? Sağlık yaxşı mı? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Hop, inşallah. Varizga shukr. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi, hurmatli jamoat. Duo qilib turinglar, men hozir olib chiqib o'rab Jalavatga shu klinikaga yotqizib. Altıncı fevral 2025 yıl Ravshan akamizni oşol Jalavatdagi Chastniy klinikaga olib ketib o'tamiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lar. Çık.
Var yo'q yaxshi o? Ravshan aka. Ha, Xudoga shukr. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa inshaalloh. Skoriy mashinada ketib o'tamiz. Hurmatli jamoat, duo qilib turingizlar. Alloh subhanahu va taolo shifosini berib yaxshi bo'lib ketsin. Bütün Qirg'iziston, bütün Qirg'iz eli, bütün yer yuzidagi umum musulmonlarga Alloh taolo shifo berib yaxshi bo'lib ketsin inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli jamoat amassizlarmi? Bugün 25 yıl 6 fevral Jalovat Umay Üniversitesi'nin altında koyulgan klinik ekan частный. Ravshan akamizni жатқыздық. Hozir bugün ukollar vardı, alındı. Hozir hatta oşol 24 ming so'm ақша төлеп, bütün hozir etalar berdik. Hozir alanı bering ana qilib. Ber olamiz. Lekin hozir oşol inventar kerak ekan odam olib berdik. Hozir nimadan olib kelib qo'ydik? Sebebi bir adam qarab jazish kerak, faqat mesna qilib qo'ysak, o'sha uchun buni olib qo'yib, hojatxonaga chiqib turadi. Xudo buyursa inshaalloh. Hozir shol 10 kun qattiq lecheniya bo'lib, bolam постепенно shol slabylashib, bayaqi ukollarni azaltaverayotgan. O'shaga sizlarga bir отчет qatori olib qo'yotamiz, xudo xolasa. Abdurahmon aka olib berib turing. Birazdan bir söz aytib qo'ysangiz, elda, el bilan cho'qilib o'tamiz-da sizgacha. Assalomu alaykum, hurmatli erim. Sizlarga ming rahmat. Katta rahmat sizlarga. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Azayma baba, azayma o'zi qijolat bo'lgan ahvolda turgani uchun Süleygonda qijolatda bo'lib o'tadi. O'sha uchun turchiningiz bardingizlardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa o'shol 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy ta o'shol yaxshi bo'lib putqa turib ketgunga cheyin qo'ldan kelishincha harakat qilib, licheniyasini qarab bera turgan bo'lsa, Xudo xolasa bizdan Alloh taolo rozi bo'lsin inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo ihson qilganlardan bütün o'shol qo'shab berib, bütün Qirg'iziston elidan Alloh rozi bo'lsin. Har doim elimiz bilan, yurtimiz bilan birimlikda o'shol Qirg'iziston elidan, Qirg'iz elidan jardam berib turgan qatorina qilsin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bitta klinikadan ikkinchi klinikaga ko'chirish jarayoni. Shunga sizlarga biroz jo'natib qo'yapmiz. Sababi vaqt turasizlar inshaalloh. Xudo xolasa. Ertadan operatsiya qilamiz. Ha, Ravshan aka. Ha, sekin ko'tarib topamiz. Bıçağım var. Bıçağım var ha. Ya düşüp gitmesin ya. Tut inşallah. Oh. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Medline meditsina bor ekan. Usul Medline meditsina bor-borda operatsiya bo'ladi. Biz bir turamiz. Sizlarga o'sha biroz jariya qatori video olib qo'yotganimiz. Operatsiyadan chiqdi, xudo xolasa o'ta yaxshi, o'ta so'ng. Bak. Qolaveradi, ha. Operatsiyadan chiqdi, xudo xolasa, mana endi qayerga o'zini adrenalin olib ketib o'tamiz buyursa. İnşallah. Sekin. Şuradan koyalım. Ha canım bilesin. Sana ekleyelim. Hurmatli jamoat, Xudo xolasa hozir operatsiyadan olib chiqib, Xudo xolasa yaxshi ahvol inshaalloh. Mana barjoqlar qo'yildi.
Aparatını kadar mı? Maşallah. Koyulup hazır şu filtreler koyuldu. O da kalırsa operasyon ötü. Sonu çıktı. Özür. Yaxşı mısınız? Hala yaxşı mı? Xudo geçir rahmat rahmat. Zor ha, Xudo xolasa inşallah. Bu hamma yo'llar to'landi inshaalloh. Yaxshi o'qib, faqat endi yaxshi ovqatni yeb, doktorning gapidan chiqmasdan Xudo xolasa. Bo'pti inshaalloh. O'sha qilganlarga hammasiga rahmat inshaalloh. Hammaga rahmat. Hop. Ha, pullarni to'lagan kirib ketyapmiz. Bu yoqqa ham oplatasi bor ekan, 9000 so'm shunaqa. Shu pasportga tashlab qo'yarsan-ku, Alloh rozi bo'lsin. Ha, operatsiyadan chiqib Xudo xolasa to'lam-to'lam qilib. Hozir mana bu qilingan operatsiya diskga yozar ekan. Mana o'sha qolgan apparatlardan yetasi ekan. Kinchkalari, pasportlari, chekteri ochiqqa tortib qo'yib o'tadi inshaalloh. Больница. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tomonsizlarmi? 18 fevral bugun Jalolot Gurbolnisadan Xudo xolasa o'tganda yotqizgan o'sha boyaqa Ravshanbek akamizni Xudo xolasa eson-omon больницаdan chiqaramiz inshaalloh. Albatta u bordigi sizlardan yardamingizni istayman. Bo'layotgan ishlar. Alloh rozi bo'lsin har doim. Birimlikda cho'q yaxshi ishlar qilishga kuchlik bersin. Hurmatli jamoat, assalomu alaykum va rahmatulloh. Rashna kanalına bugün geldik. Buyursam hozir Xudo xolasa привязкаларım qayra qilindi. Buna putarımdan özüne geldi Xudo xolasa. Ben sarı привязка qilib, hozir vrach mana 10 putundagın mas surtib, ekonetin polmuna привязка o'zi mana elastikni bitmagan o'rab berdi Xudo xolasa. Bugün uy домашний o'sha lejachi uyda jata turgan ahvoli dengelde gelib Densoğluğu o'ta yaxshi, davleniyasi yaxshi, qoni yaxshi Xudo xolasa. Ha, taqsirim. Yaxshisiz bolam? Assalomu alaykum. Qiynalmay. Shobi do'stlar hammalarga rahmat. Bugun chiqib ketyapman. O'ngimni qatnashib Eson qolganlarga rahmat, ha, cho'ng bordig'ini. Ya, hammaga rahmat. Rahmat. Hozir o'zi bor joyimiz yaxshi-mi? Tomoq yeyish, bosh aylanmay yo'q, tomoq yeyish yaxshi. Hammaga yaxshi bo'ldi. Turishdim. Xudo xolasa hozir men bir oyga o'sha uyga chiqarib, hozir mana dorilarni bering. Bu yoqda mana 2 sumka dorilar bilan qisqasi bir домашний etaga chiqarib o'tadi. O'ta yaxshi o'sha uyda bir oy привязка bo'lib qolgan bir-ikki ukol bor ekan, bularni uyda olib, ana bir oydan keyin bir serum kelib o'z yig'ib qo'yamiz. Shu bilan Xudo xolasa Alloh taolo yaxshi shifo beradi inshaalloh. Bardığınızlarga çoğun rahmat. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahmet Çağlar oldu mu? Siz bosanlısın mı? Kötü çıkarın sizi. Şaşırmayın. Hadi bismillah. Ha. Kızı bu kötü çıkarın. Bana Xudo xolasa. Ana bismillah. He Allah, Allah'a şükür. Allah bilir. Bana Xudo xolasa. Arabada olib chiqdik. Mana maşallah. O'ta yaxshi. Sekin, shoshilmang. Ukam, mayli. Yaxshi yotdingizlar ha? Alloh shifo bersin sizlarga da ha. Alloh, yaxshi bo'lib qolingizlar, bordingizlar ha, maşallah. Ha, maşallah, mana qaramizlar. Mana Xudo xolasa. Shunish yaxshimi? Ketdik Xudo xolasa.
Mana Ravshan akamiz chiqdi alhamdulillah mana. Palatadan chiqarib mana bugun uyga olib ketyapmiz maşallah. Mana o'zining oyoqlaridan yurib, endi Xudo xolasa qiyomatgacha o'zingizda yurasin inshaalloh. İnşallah. Mana qaranglar mana. Olib kelgan holatimizda arabada olib keldik. Tashqarida havo yaxshi ekanmi? Qolgan videolarni keyin tashlaymiz, hurmatli jamoat. Sizlarga bir yaxshi xushxabar tashab qo'y degan maqsadda olib qo'ydim mana. Ko'z tegmasin mana, juda chiroyli. Oyoqlarni pervazga bir oy pervazga qilamiz. Shun bilan inshaalloh Alloh taolo shifo beradi, xudo xolasa. Hamma yordam beradi. Mashina olib ketdi to'g'risi maşallah. Alloh taolo bir o'rin odamga shifo bersin inshaalloh. Maşallah. Mana o'z oyoqlari bilan kirib, Alloh barakatli qilsin, foydali qilsin inshaalloh. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo maqtovlar bo'lsin, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salotlar bo'lsin. Hurmatli jamoat, bugun 18 fevral 2025-yil. Alhamdulillah, o'ta bir quvonchli kun biz uchun. Sebebi bugun o'tgandan bir 10-15 kun burda 4-fevralda adashmasam, Ravshan akamiz oldidan kelib, den sog'lig'ini ko'rib, ahvoli o'ta og'ir bo'lganiga baylanishli videoga tartib, sizlarga elga chiqarib, bu tezdan bu akamizning daralash kerakligini baylanishli, больницаga yotqizganlik. Buni bugun Xudo xolasa o'sha lecheniyalar qilindi, o'sha boyagi filtrlar qo'yildi Xudo xolasa. Hozir mana tromptor qaytdi, qiylar ishga putlar qaytdi. Buna putlari pervazga bo'ldi. Bundan videoda men olib qo'yib ko'rsatamiz. Bugun Xudo xolasa uyga chiqdi alhamdulillah. Jalovatdagi bo'lbanisada jotib, bugun Xudo xolasa o'ta yaxshi. Bugun ham sizlarga bu o'sha bayonda jeyintiq video olib qo'yib degan maqsad bilan olayotgan yerimiz. Bugun o'sha hozir bugun medbratlar bilan o'sha kelib ko'rib, davom berish 10 gün bo'lsa ham bir oy bularni pervazga qilib, lecheniya qilib, до конца o'sha den sog'lig'i bundan turib ketish uchun qo'shimcha dorilar olindi. Dori qo'shimchasini olib erta oldi Xudo xolasa olib berdik inshaalloh. Ana Xudo xolasa endi shu bilan dorilanib sog'ayib keta turgan uchun Xudo xolasa inshaalloh. Bu yoqda biz o'zimizga rozisizmi Xudo xolasa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamqishloqlar, hammalarga rahmat. Ne'matga rahmat hammalarga. Men mingdan ming roziman. Mana jilish bo'ldi. Baysaga ketayotganda yura olmayotgandim endi. Ab yurib keldingiz, Xudo xolasa. O'zim yurib, o'zim nima qilib hozir keldim. Ne'matga rahmat sizlarga. Mana Muzaffarjonga ham rahmat, shunchalik o'zi bosh qosh bo'lib qarayapti. Ne'matga rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalarga. Hurmatli jamoat, Alloh subhanahu va taolo bütün Qirg'izistondagi qolaversa butun dunyo yuzidagi o'g'riqlarga shifo bersin. Negizi hech kimning bundan bunday kun tushmasin. Biroq endi o'shunday kun boshimizda bor ekan, o'sha boshimizga tushdi. Eng negizgisi biz elimiz birimlik bilan bir-birimizga qo'l